Yerim keçide adamni chaqirtib nima ishlayapti? Pekar Shinyo'veyman farmonlariga binoan huzurlariga keldim. Kiring. Sanğın alileri özlerining birer muhim ishlari bormidi? Shinyo'veyman mening esimga keldi. Bak qiziqarliq. Nima? Yishoni yengdigan nayta obdan bir amal topdim. Sizlar yana meni yerim keçida mushi ish uchun chaqirtganmidinglar? Xapamang. Bu qatam faqat xatolik chiqmaydi. Rostilla xatolik chiqmasmi? Cho'qim xatolik chiqmaydi. Mana buni ishlataman. Qarang. Sanğın ve saat. Yeshu ustam, sanğın alileri nanmandan bir soatni akeldiribdikan. O sizni ko'rib baqson deydi. Mening saat ko'ygim yo'q. Undaqda men o'tinib qolay. Cho'qim bering Yeshu ustam, cho'qim bering. Barmayman. Sanğın her qaytim chaqirtsalar, yelimikir ishiltadi. Yo'q. Alileri undaq ishni qilmaydi. Barmayman dedim, barmayman. Qolay Yeshu, o'tinib qolay. Gel Yeshu. Ustaz. Eğer bağımısan, Shinyo'veyman bu yerden hergiz ketmeydi. Şundaqmı Shinyo'veyman? Rahip kalan to'g'ri dedi, Yeshu ustam. Voy can, siznize. Acep chiroyliqkina? Albatta chiroyli bo'ladi-da. 800 tizliq yamoqqa akeldirgan tursam. 800 tizliq yamoqmi? Yeshu. Biz mushu soatni ishlatib musobaqalash baqaylik. Musobaqlashamdiq? Nima? Yana shu ishqi. Shinyo'veyman, nima qilyapsiz? Men hech nima qilmadim. G'alati qiliqlari bor-da buning. Ma'qul, men qo'shildim. Hamdi Yeshuga o'xshadingiz. Shinyo'veyman, chopsam berib tayyorlik qiling. Tez bo'ling. Yeshu, hozirdan boshlab soat 2:30gacha mayli qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar gap qilmaysiz, bildingizmi? Gap qilmaslikdan musobaqalashamdiq? Agar bir ig'iz gap qilaversingizlar, turgan bo'lasiz. Ma'qul. Qarang Yeshu, soatning cho'ng istilgisi to'an tarafning o'ttiriga kelganda musobaqa oxirlashidi. Dumboq chelinib, uqtiriladi. Boshlandi. Yeshu endi yengiladigan bo'ldi. Ay! O çağdaki bir saat, hazırki 2 saat bilen beraber. O çağdaki yarım saat, hazır 1 saat. Bir çarek degen 15 minut, 2 çarek degen 30 minut kıtan edi. Korkmang Yeshu, ha? O acab korkmaydı. Yeshu bir nimadan osonlikcha qo'rqib ketmaydi, sanğın alileri. Shinyo'veyman, siz bu qiltaqni Yeshuga deb qo'ydingizmi ya, ha? To'g'ridan alileri.
İşo, endi chidimgansız. Xudoga shukr. Bu Sanğın aliləri yengmil işləri təsmikin, yesho gap qilmaslikqa o'rganib kelgan. Shinyovimen aldırmang, teki vaqt ba, ha? Hakikaten dua ibadet bilen ötken yeshoda bu qatim men utturdum. Nədikini, bunchilik musobaqalarda yengib olish cho'ng ish emas. Yaxşı oldu, bek yaxşı oldu. Yesho ağır gap qilib etdi. Qarang, saatning istirilkisi degan yerga kamidi tehi. Baya dumboq chilinsa, oxirlashgan bo'ladi degandingiz-ku. Qo'l ostimdagilar o'ynashib chep qo'yibdi. Dumboq chelinsa, oxirlashidi degan gapni men qilmadim-ku, Yesho. Asta, aldanıptı men. Endi yengildingizmi? Aldandım, oxirgi kelganda beparvolik qildim men utturdum. Yaşap ket. Bek yaxşı oldu. Yesho axir taslim bo'ldi. Ajab qo'shib ketyapman. Shinyovimen, men bek qo'shib ketyapman. Voy, men utmasam siz ajab qo'shib olmaysiz, ha? Yoqay, men xo'shib ketyapman, xo'shib ketdim aliləri. Onun aldam xaltısıga tushdim. Bu qisosni cho'qim olaman. Yesho! Ha? Yesho, meni kechiring. Sizni aldadim. Hech qisi yo'q. Aras, Yesho, buni shu nelarga og'ish keting. Rahmat sizga Shinyovimen. Sizni ovora qildim. Meni kechiring. Yesho, kelar qatim siz sanğın alilarini obdan bir adablab qo'ying. Uni dod tegizib o'ting. Men sizga yordam qilaman. Bo'lamdi, Yesho? Hech qisi yo'q Shinyovimen. Ko'nglingizga ammang. Acaba tatlıkına bek temlikken. Şoyizda siz yememsiz, ha? Yemeymen. Ma bek temlikken, yana? Yemeymen. Yeshu agam ufturib etib akagan mantini men herkes yemeymen. Ustoz, men ufturib etsem siz xush bo'lyapsizgu. Men onun xoşumudim. Odam degan doimla yengivermaydi. Ba'zida uturibmi qo'yilgan gap. Biroq etim mag'lub bo'lmasa, ojizlarning azobini bilmaydi odam. Ustoz, men tushundim. Yeshoning sanğımga o'tirib etgan ishi shaharga pur ketibdi. Hamma yerda kishilar bu ishni deyishib yuribdi. Shundoq bo'ptimi? Shundoq, Yesho sanğınga aldanıp qapti. Rahmat. Ne bo'ldi, mensen? Oyoqni mushundaqmi salamdi? O gapni deyishmayli. Ajab qo'shib ketibsan-ku. Dada, Yesho turibdi. Sanğın uni aldab, gap qilmas qilibdi. Rasma mensen? Ras, menmi Yesho bilan musobaqlashiman. Sanğın uni yengib olganda, menmi cho'qim yengib olalayman. Yaxshi, endi uni yengadigan navbat bizga keldi. Avu, Shinyovimen-ku. O nimish qilyotgandi? Yuring, qarab boqayli. Shinyovimen! Shinyovimen! Sizlarmidinglar? Yesho, shu ne? Shinyovimen, siz bu yerda nima qilyapsiz? Bu Chopsandaga, siz bilan avorchilikqa yo'liqdingizmi? mundaq gap Yesho, mundaq gap. Tog' ko'mirilib ketib, jilg'idagi uylarni vayron qilibdi. Nima degan o'chinishli ish bu? Amalini qilayli. Biroq mahkamadagilar Vayron bo'g'ininglar bilan mahkamada sizlarni qutqizib olgandek pul yo'q. Bizni qutqizinglar, bo'lmasa hammamiz ochliqdan o'lib ketamiz. Bizni Pul yo'q qutqizinglar. dedim-ku. Pul yo'q. Bizga amal yo'q. O'tinib qolay sizlardan, o'tinib qolay. Bizga yordam qilinglar. Qaytib ketinglar deyman. Unda qilinglar. O'tinib qolay. Bizga yordam qilinglar. menmi xola uchun gap qildim.
Biroq ular pul yo'q deb turib oldi. Sanğın 800 tizıq yaman xəşləb saat setib oldu. Şuna məhkəmədə pul qalmagan gap. Sanğın qandaq qısaq bo'ladi ekan da. Yesho, amal tepib fuqarolarga yordam qilaylik-ku. Rost. Biroq bu ish bek tasjimi? Rastullah, obdan so'di ekan bu. Dada, qaysi sodin deysiz? Ha, jilg'idiki kent vayron bo'ldi. Agar qayta qurilish qilishni huddiga ola olgan bo'lsam, 600 tizıq yamaq payda oladi. Shunchalik pul topa olamdi? Shundaq, lekin Dada, shinyoviy menga deb baxmamsiz. hey, paydasi yo'q. Mahkamada pul yo'q, rad qilib etdi. Bo'pti, men amal qilay. Men bu ishni qanday qilsak bo'la? Mundaq qilaylik, mundaq. Men san topshirdim hamsa. Topdim. Men amal topdingmi? Chapsan digine. Aldırmang, yeshuni qo'lga keltirsakla ishimiz bitadi. Nima? Yeshunimi? Ha, yeshuning ko'ngli yumshoq. Uningga kantiklarga yordam qilamiz. Biz foyda olmaymiz desak bo'ladi. Anden u yaxshi amal ko'rsatdi. Ha, yaxshi bo'ldi men Yeshuni qo'lga keltirsakla ishimiz bitgudak. To'g'ri. Qiziq ish bo'ladigan bo'ldi-da. Yesho! Yeshu! Ha, aldırmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Menmo naq maydonga bordim. Bak ichinishgan. Aşı bejarlarga yordam qilay deyman. Biroq shundaqmi men O odamlar bek bechora holatga tushib qopti. G'alati ish bu. Nima da'vatsiz Yeshu? Sanğın aliylari 800 tizıq yamoqqa 1 soat setyapti. Demak mahkamada yana pul bor. Biroq ular aş bejarlarga yordam qilmadi. Bu bak haddidan oshqanlik Yeshu ustoz. Bek haddidan eshibdi. Siz unda qo'yilmamsiz? O'tinib qalay, kentliklar uchun amal qilsangiz. Bir amal qiling, bo'lamdi. Tushundim. Men o'ylanib baqay. O'tinib qalay, Yeshu ustam. Men topdim. Do'kondor, bu pulni sanğın chiqarsin. Rasma Yeshu ustam. Hamma ishni menga topshiringlar. Amsi biz nima ish qilamiz? Mundaq bo'lsin, sizlar qurilishga ketadigan materiallarni akilaveringlar. Yana oshliq bilan kiyim-kechakmi og'ash beringlar. Tushundim. Qolgan ishlarni menga topshiringlar. Men cho'qim obdan bitiraman. Yeshu ustam, amsa sizga topshirdik. Biz tayyorlikni qilaveraylik. Biz mang'ayli, men Yeshu, sizga topshirdik. Xo'sh amsa. Hozirdan boshladim. Cho'qim g'alba qilaman. Mavo taxtayning puli. Dada, shenching do'konning xo'jayini hisobotni kepti. Ko'rishning pulimi qachon? Hammasi mana. Hammasi nechilik bo'pti? To'xtab turing. Hammasi jami 3500 yamoq bo'pti. Rostli shunchalik pul ketadi. Yeshu ustam, endi chatoq chiqmas. Xotirjam bo'ling. Agar sanğın pulni to'lamasa, hamma pulni dadam to'lishi mumkin. Shundaqmi dada? Sizga topshirdik Yeshu ustam. Chatoq yo'q. Xotirjam bo'ling. Biroq ati ishkimiz deyishgandek ish qilmasangiz, hargiz bo'lmaydi jumi? Tushundim, Yeshu ustam. Sanğın aliylari Yeshu sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Ha, Yeshumu? Uning ishi bormi ekan? Kirsin. Yeshudan sanğın aliylarga salom. Ha, Yeshumisiz? Kiringa. İşiniz bormidi? Yaqinroq keling Yeshu. Yaqinroq kelib so'zlang. Ma'qul. Yeshu,
Bugün yeni nimiş bilen geldiniz? Neçə gün ilgirki antimni alay dep kelib edim. Nima? Antınız danmoqchi mi? Ha, aldınqı qitim sanğın aliylariga aldınıp kelib, men uxlayamaydigan bop qaldım. Rost deysiz. Şunu siz bilen yana bir qitim musobaqalashib bakmakçı. Ha, boludu. Biroq yana uturib qo'yasizmikin, ha? Agar men yengib olsam, mening kichkina bir talabim bor edi. Boludu. Har qanday talabiningizni o'rnab beraman. Men ozroq bir nimalarni setib olgan edim. Pulni tex topshirmadim. Shu pulni siz topshiring, bo'lamdi? Boludu. Yisho bir nima setib olsa, nech pul kesin men to'lay. Rahmat sanğın aliylari. Oxiri qutuladigan bo'ldim. Yisho, bak baldur qo'shib ketdingizmi? Qanday? Yisho, bugun siz nimada musobaqalashmoqchi? Aldınqı qitimqining aksi. Bu qitim sanğın aliylari 2,5gacha gap qilmaysiz. Tushundingizmi? Ajab qiziq. Sanğın aliylari sizlarcha qandaq? Boludu. Sanğın aliylari soatning cho'ng istirlikisi dal tovan kelganda musobaqa oxirlashidi. Bilaman. Vaqt to'shqanda dumboq chilinadi. Dumboq ovozi bilan oldirmoqchimi? Hargiz aldanmayman. Tayyorligingiz bitdimi? Qandaq ish yuz bersin, men gap qilmayman. Bo'ldi. Ishqonlarning tayyorligi bitdimi? Bitti. O heli ishlatavatadi. Yishu asnab ketdi. Nima ish qilmoqchidir? Ajab tushunmadim. Ya Allah, Xudoyim bir saqladi. Yishu meni ahmoq qilmoqchi. Yo'q. Hargiz bexastir qilmay. U qasddan meni ochig'ini keltirmoqchi. Uning damig'i tushmayman. Acaba hadi. Yengilishimga azli qoldi. Yisho! Do'kondor, meni qutqizinglar. To'xta, ne qilyapsan? To'xta deyman. Og'zingni yum. Seni meni To'xta deyman. Endi qanday qilay deysan? Yana deydigan qanday gaplaring bor? Gap qila. bu Pulni qachon bersan? Do'kondor, o'zingizni tutiling. Zodi nima ish bo'ldi? Man qarang, Yisho bir munch pulni to'lamayotidi. sizga hozirli berib etaman. Kashkicha hozirli deysan. Zodi qachon to'laysan? Shunga sanğın aliylari bilan musobaqalashyapman. Men uqib olsam sanğın aliylari pulni sizga beradi. Mana Sanğın aliylari bu Bunu onun hilesi. Dikkat qilay. bu rasmı seni o'yman. Rost. Bu rasmı sanğın aliylari. Yisho rastlayotamda. Man qarang, sanğın aliylari. U menga 3500 tiziq yamoq qarz edi. Nima? 3500 tiziq yamoqmi? Ajab yaxshi bo'ldi. Nima? sanğın aliylari soatga qarang. Vaqt to'shadiganqa yana biroz vaqt bor edi. Ey astaq! Uning aldab qalsiga tushdim mana. Musobaqada Yisho futdi. Ben qaylamas. Yaxshi bo'ldi. Yaraysiz Yisho, yaraysiz. Ay! Shunga o'yman. Bu qanday gap? Zodi siz qaysi taraf tursiz? Gapingizni qiling. Men bu Bugundan boshlab 8 o'lishlar ma'shalisiz. Hamma narsaning 80%ni olasiz. sanğın aliylari bu Başqa amal qolmadi. Qarayamisa sanğın aliylari bu pulni to'lasizlar. 3500 tiziq yamoqmi?
Sanğun alileri, əməliyyatda o 3500 tızıq yamaqni tağ gömürülüb vayron bo'lgan kentga ishlatgan edik. Mahkama o pulni berdiganға faqat unimidi. Şoň meni töletmekçi bopsizda. Şundaq sanğun alileri, salla kengchilik qilgan bo'lsangiz, pulmu yetgan bo'lar edi. Undaq degan bilan 3500 yamakni. Sanğun alileri, afatga uchragan kentkilar sizni avliya but satva o'rnida ko'rib saqlayotidu. Men rastavatman. Şundaqmı? Boptu, bu pulni men töley. Rahmat sizga. Rahmat sizga, sanğun alileri. Endi dana sanğunga o'xshadilar. Şini yoymen. Meni yana maqtısınızmı? Bärbi 8 ölüşli maaş alasız. Yo'q, undaq niyat etmedim. Acep cahidi bo'ldi bu ish. Shuni Hilmi bu ish o'ngishliq bo'ldi. Undaq deganingiz bilan do'kondor qora ko'ngillik qilib, pulni aldab ilib oldigan bo'ldi. Shuni Ha? Nima? Ras, ajab yomon ekansiz, juma yesho. Yisho, O geldi. Ha? Yisho. Endi qanday qilasiz? Ne bo'ldi? Men 3500 tizıq yamaq xərcləsəm, sanğun aliləri aran 2800 tizıq yamaq bədi. To'g'ri bo'pti-ku. Bu qandaqsaq to'g'ri bo'ladi? Sizga 2500 tizıq yamaq bagini 80% emasmi? Nima deb 80%ni berdi ekan? Shunyoviminning oylig'ini 80% beraman degash, hamma narsaning 80%ni beraman degan tuğu sanğun alileri to'g'ri beribdi. Tushundingizmi? Nima deb mening pulim tutib oldi ekan? Shu chaqda siz kuliblik qo'ydingiz, norozilik bildirmadingiz-ku. Hay, biroq men texi sanğun aliləri Sinyovimin qılı davatı debdiman. Shu chaqda sanğun alileri hamma narsaning 80%ni beraman deganda siz, "Hey, endi menga boshqa amal yo'q" demaganmidingiz, unutib qoldingizmi? Qandaq gap bu? Qandaq gap bu? Sizmi xeyli jiq pul indirib oldingiz-ku. Bunchalik ziyon degan qanchalik ishdi bu? O'g'o, shundaq. Biroq Do'kondor, kentkilar sizdan bek rozi bo'ldi. Shuning o'zimi yetib oshidi-ku. Shundaqmi? Biroq ey, men yan yeshuq aldandim. U o'lgur. Ey. Ey. O'lgur, o'lgur. Yeshu aka? Ha, mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休たちをお花見に招待してくれたのよでもそこで事件が起こったの一休さんがお金のいっぱい入った財布を拾ったのですがなんと落とし主が2人も現れちゃったのさあ一休さんどうするかしら次回一休さんお花見と拾ったお金をお楽しみにいた
Gül seylisi ve pul tipi biliş. Yishu! Nima? Gül seylisiga boramdiq? Ras baramdoq. Ras, sanğın alileri Yishu çoqum birodarlarini ep kelsin. Billa gül saylisi qilamiz deydi. Bek yaxshi bo'ldi. Yaşasın! Biroq ustoz unami? Men rahib kalandan ruxsat oldim. Ko'pchilik vaqtni ching tutayli. Anlasam uyada yeydigan yaxshi narsalar bak chiqmish. Ajab yaxshi bo'ldi. Acab yaxshi oldu. Bek yaxshi oldu. Yaxshi bo'ldi. Bak yaxshi bo'ldi. Kun uch bo'g'idi, ilohim. Yaxshi oldu. Bek tez oldu. Anlasam sanğın aileleri köpçülükni gül görüşki taklif qıptı. Rasmı onun başka niyeti yoktu ha? Doğru dediniz. Men mi şunu oylavatımın. Bağımızsak bulmamdı. Köpçülük şunda hoşal tursa bağımıqlı bulamdı. Hammanglar yig'ilib qoldinglarmi? Sanğın ailelerinin bizni taklif qilganiga rahmat. Nadikini, sizlarmi duo tilovat qilamiz deb jafo tortdinglar. Sanğın alileri sizlarga ko'p rahmat. Bekov qolganda gul ko'sa obdan bo'ladi. Meningmi gul saylisi qig'im kelib qoldi. Sanğın alilerinin diginidek faqat o'zimizla boramiz. Boshqa malaylar bormaydi. Ko'pchilik palazlarni elib olinglar. Sanğın atnımı tayyorlab qo'ydim. Sizlarni avar qildigan bo'ldik. Chopsam bulunglar, men maoni alay. Men palazni alay. Men mi palazni ilib olay? Ahırda tamak katısını yögegen, yöge kaptığı. Bek iğirken. Bu degan 8 odamning tomig'i da. Yesho, kimsini so'ralini qilsin debdi. Yesho bek bechar ekan. Hech qisi yo'q. Kishilar oxirdagi narsani baxti hisoblaydi. Yesho aka, men yordamlashay. Yo'q bo'ldi. Bunchalik narsani ko'tarmak tas emas. Chapsan mangayli. Yishu ustoz, bugun ajab aqlingiz kuchli ish qilmadingiz, ha? Yo'qay sanğın aileleri, men undaq o'ylamayman. Amisa oldirmay menga, ha, Yishu ustoz. Ajab chiroyli ekan. Nima degan chiroyli, ha? Rostbek chiroyli ekan. Shinyoviman. Yishu ajab yetishamaydi-ku. Iğirmikan? İş qilib yenik emaskan. Nemishqa boya yenigrak narsani ko'tarmaysiz Yesho aka? Yeshib qolgan narsa baxit. Bu gapni anglamaganmisiz? Ha, bo'ldi. Ansirmang, ha? Ha? Nim bo'ldi Yesho aka? Bu nima? Ajab iğirkina. Ha, pulkan-ku. Ras, ajab chiqkina. Hammasi bir yamoqlik ekan. Hamma to'shayla deb qatdi. Tushirib qo'ygan odam cho'qim titib bo'lib ketyapqandi. Kim tushirib qo'ygandi? Ha, shu yezi qarang, otning tuyoq izi turdi. Otning ustidan tushib qo'ygandek qiladi. Cho'qim shundaq. Siz qanday bildingiz Yesho aka? Chunki boya sanğın aliylari bilan bizning o'ttirimizda yiliq otliq odamlar o'tgan. Shunga to'g'ri. Agar oldidagilar tushirib qo'ygan bo'lsa, keyindagilar tepib olgan bo'ladi, cho'qim otning ustidan tushib qolgan gap. To'g'ri. Ajab yomonkansiz Yesho aka. Bu hech qancha emas.
buncha vala pulni ko'tarib olib gul saylisi qilsaqmi aramg'ida yurolmaymiz. Eng yaxshisi bir dehqonni tepib surishtirib boqaylik. Bulamda shu yizni. Ma'qul. Ağa, sizdan so'raydigan bir ish bor edi. Ha, ishu kango. Bu kentning oqsoqlining uyi nerede? Aha, oqsoqolning uyi bak yaqin. Daraxtzorlikni ko'rdingizmi? Shu daraxtzorlikning yanida cho'ng bir uy bor. Shu uy oqsoqolning uyi. Sizga ko'p rahmat. O'zingiz gapsiz. Sizga ko'p rahmat. Meningcha, cho'qim mush kentdagi birisi tushirib qo'ydi. Siz shu odamni tepib bersangiz bo'pti ekan. Tushundim. Bu ishni menga topshiring. Rostli bek chiroyli ekan. Chiroyliqlig'i chiroyli ekan, biroq mening qo'zg'im bak ichib ketdi. Ay galvang, shuncha chiroyli manzaradan qonga hozirlanmay kash qo'saq deb yuriydi ekansiz-ku. Meningcha qo'saq guldinmi muhim, ha? Oy, ishu degan nima qolgandi? Mundaq ostimangda qolganini bilsam, yemeklikni o'zim ko'tarakanman. Birisini Yeshoning oldiga avatamdiq ya. Hey, hammamiz bak erib ketdik. Shonan aka, sen babamisa? Kasofat, men bilimni olamayvatsam. Amsa, mushiyat saqlamoqdan boshqa amal yo'q. Hey, sen zaten nim qilyapsan? Mushunda qilsam, ochlikni ozroq bo'lsin bosa deyman. Sarangda kep qilmag'in, ha? Biz xilili kaynida qatdiq. Hammalarning qo'zig'i ichib ketdimikin aqajon? Biroq tomoqning hammasi menda tursa. Yesho! Yesho! Qara, qo'zig'i ichib ketib, chidamay yugurib ketdi. Yesho ustoz! Tomoq sizdimi? Ha? Voy, qo'zqim ichib, ko'krab ketdi Yesho. Seni yuvayman janoblari. Qo'saq hozirqidek to'ysa, ondan gul saylisi xo'shaqidi odamga. Yeydigan narsa bo'lmasa, gul ko'rishmi xo'shaqmaydi ekan. Sizlar asli gul ko'gili kelmay, qo'saq to'qlig'ili ketdikansizlar-da? Albatta. Gilas chechaklarni ko'rish muhim ish emas-da. Isho! Ishingiz bormi-edi? Qarang-a, bu yerda qisqushbaq ajab jiqkan. Rost, bek chiqqan. Isho, qisqushbaqa nemishqa yenichi mangadi? Manga deb bering-a? Men burunli o'ylagan edim. Sanğun bugun bizni rostli maqsadlik chaqiribdi. Tuzimi bir. Deb beramidingizmi, Isho? Endi yengildingizmi? Rost, nim deb undaq mangdigandu. Endi yengilligingizga tan berasiz? Men o'ylab baqay. Men topdim. Eng yaxshisi qisqushbaqining o'zidan so'rab baqayli. Shunda qilsak, eng yaxshi javobga erisha olamiz. Nima? Qisqushbaqidan so'ramsiz? Qisqushbaqa oliylari, siz nima deb yeningizchi mangisiz? Isho, qisqushbaqa gap qila olamdi. Sanğun oliylari, men ularning tilini bilaman. Ama sen so'zlab bering. Nima? Rost. To'g'ri. Sanğun oliylari, qisqushbaqa javob berdi. U sanğun oliylari nima deb udulmangadi deb hayron bo'lib etibdi.
Nima? Siz nima deb tuzmangsiz? Shuning sababini menga deb bersingizlar. Men qisqish paqiga deyman. Ondan uni nimishqa yenichi mangadi? Shuning sababini sizga deb berdigan bo'ldi. Ablah, odam degan tuzmag'idi. Bu aqlga muvofiq ish-ku. Aqlga muvofiq ish deb tuzmanginingizning sababini tepishning hojati bo'lmasa, qisqish paqining yenichi mengishiga hayron bo'lmasingizmi bo'ladi-ku? Ey! Yesho, rostla aqlliqda. Siz javob beramisiniz? Undaqda qisqish paqimi javob beramaydi ekan. Nima? Men yana yengildim. Ey! Men degan sanqın tursam, texi meni mazaq qilgudek bo'ldingmi, ha? Voyjon! Voyjon, qutquzinglar! Meni qo'yib dema, u ablah! Odam bormi? Voyjon! Yisho! Yesho! Yesho! Ha! Aldirmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Abla, ma ish ne? Pul yo'qtirdi-ku endi. Pul yutib ketsa qandaqmi qilaman? Hey, avu ne ucuğu? Nemiz davatsız? Pulimni atning ustiga ortib qo'ygan edim. Xaltisi bilan tushib qopti. Topolmayapman. Hey, çataq bo'pti-ku. Nerede tushib qolgandi? Nega tushib qolganini bilmagashga izlayapman shu. To'g'ri. Sizga izlashib beray. Hey, Tepib oldingizmi? yo'q. Atdigan Yesho ustoz bir nimani tepib oldim deganda qilgan edi. Sizning pulingiz o'p qolmisi yana? Nima? Rostmi? Ha, rost. Oqsoqolning uyiga berib so'rab yiqing. Yesho uning bir narsa berdim deganda qilgan. Ajab yaxshi bo'ldi. Qandoq qilaman deb beshimga g'am tushgan edi. Taqsir, Oqsoqol apandi uyda bormidi? Oqsoqolni izlaydigan nima ishing bor edi? Men pulimni yutirib qo'ygan edim. Birisi shu pulni Oqsoqolga akab beribdi. O pulni sen tushirib qo'yganmi? Ha. Ablah yolg'on. Sana o'xshash kambag'alda uncha bola pul nima qilsin? Yo'qol ko'zimdan. O pullarni rasli men tushirib qo'ygan. Yolg'on so'zlayapsan bu. Oy, çataq bo'ldi. Nim bo'ldi deysan? Tünügün uyumdaki pulni birisi o'g'irlabdi. Pulni izlayapsam birisi pul tepib olib, mushiyaga akab beribdi deb anglab kelibdim. Seningmi? Anlasam o pullarning hammasi bir yamoqlik pul ekan. Meningmi pulim shunday edi. O pullarni ko'mzak silib uyumdaki pulning ostiga yo'shirib saqlaydim. Shu pullaringni o'g'irlayaptimi? Siz mendan gumonlanyapsiz. Men hergiz boshqalarning pullarini o'g'irlamayman. Ey, sen gaday tursan, qandoq sizga shuncha ola pulim bo'ladi? Uningga nima hayron qolasiz? O pullarni men yiqqan. Sen bilan gap talashmayman. Gap talashganimning foydasi yo'q. Men Oqsoqoldan pulni og'ili keldim. Chaqchaq qilmang. U degan mening pulim, men yiqqan pul. Vaqirmay yo'lingga. Nima deb vaqirishyapsizlar, ha? Oqsoqol, bu ikki odam pulimiz tushib qoldi deb ketdi. Nima? Ikkisimi? Etimga ortib qo'ygan edim, tushib qopti. Yolg'on. Sening deganing, mening uyimdan o'g'irlab olgan pul shu. Men nima deb pulingizni o'g'irlig'idekmi? Bu ablah yolg'on gap qilyapti. Men yolg'on gap qilmadim. Rost pulimni sen o'g'irlabsan. Bo'ldi, vaqirishmanglar. Endi qanday qilamiz? Sanğın alileri aldığınızda suba. Ha? Meni aldırmakçı mı? Voyjon.
Sizlarga suv bor demaganmidim? Sizga osonlikcha ishonmayman. Bu qatimmi oldimizun debdiman emasmi? Voyja. Sanğın alileri, men azaldan boshqalarni aldamayman. Men xotirjam bo'lolmaydi ekanman. Sanğın alileri. Mushu kentning oqsoqoli muhim ishim bor edi. Yishu bilan ko'rishsam deydi. Nima? Yishu bilanmi? Tushundim. Boya tepib olgan pul to'g'riliq ishmikin haqqachon? Undaq bo'lsa, uni boshlab ke. Xo'p. Sanğın alileri. Ah. Siz bo'lsangiz bu ishni bir taraf qilish o'ng'ay bo'ladi. Yesha ustoz. Bay bir xalt pulni menga bergandingizga, endi tasishga yo'liqdim. Qandaq tas ishga yo'liqdingiz? Hozir ikki odam bu pulni meniki deb turib elvatadi. Ikki odammi? Yesha ustoz, aqlingizga tayinib bu pulning haqiqiy egisini tepib bergan bo'lsangiz. Shundaqmi? Shinyovimin janoblari, siz mushundaq ishlarga mas'ulgu. Bu ishni o'zingiz bir taraf qiling, ha? Aha, yaxshi-g'o. Gulselisiga kelib, Yeshuning qiyin masalani qanday hal qiladiganligini ko'rib oladigan bo'ldim-da. Shinyovimin, yanıla o'zingiz bir taraf qiling, ha? Bo'lamdi. Sanğın alilerinin farmoniga amal qilmasak bo'lmaydi, Yeshu ustoz. Endi qanday qilaman? Bo'pti. Undaq bo'lsa, amal yo'q. Men bir taraf qilay. Biroq savol so'raganda hech qaysinglar gapga aralashmaysizlar. Hozir men ishqinglardan savol so'rab baqay. Siz tushirib qo'ygan pul qanday pul edi? Men burundilli kambag'al edim. 10 yildan buyon topgan pulimni bir yamoqdan taxtayning ostidagi ko'mizakka yig'ib, jiddiy payt ishlataman degan. Biroq yaqinda qo'shnikentik singlim og'rib qopti. Shunga ko'mizakdagi pulni elib, singlimni ko'rib kelay degan edim. Aslida u pulni ortgan, malning o'ttirisi qo'ygan edim. Yerim yo'lda tushib qopti. Bu pul rasli mening pulim. Ha? Mening ismim Jason. Savdo qilaman. Oshqan-tashqan pullarni oshxonadagi polning ostidagi ko'mzakka sepib qo'yatdim. Ay, atdigan qo'pib qarasam, ko'mzakdagi pulni birisi o'g'irlayapti. Meningcha pulni cho'qim Liuji o'g'irlab olgan. Mundaqdan ishqinglarningla asosi bor ekan. Qanday qilasiz, Yeshu? Sinab baqay. Ma'qul. Ishqinglardan yana so'rab baqay. O'zinglar yiqqan pul bo'lgandan keyin pulning sonini bilasizlar? Sanamaptiman. Topgan pulni ko'mizakka tashlab beribdiman. Jiysan, sizchi? Menmo sanamaptiman. Ko'mzakning narigacha yiqqaninglar esinglardimi? O'tirg'icha yiqqanmi yoki qo'shqicha yiqqanmi? Ko'mizakning bo'yniga kelgicha yiqqan edim. Jiysan, sizchi? Meningimi ko'mzakning bo'yniga kelgan edi. Ha. Endi yaxshi bo'ldi. Men tepib olgan pul 1000 yamoq kelar. Sizlar uyinglarga berib, pul yiqqan ko'mzakni akilinglar. Pulni ko'mzakka saqlab, pulning egisini topa olamiz. Chapsan beringlar. Ma'qul. Yesha ustoz, ularni nima deb aldaysiz? Mana bu xaltaning ichida 2000 yamoq yiqqan pul bor-ku. Birdamdan kim bilib qolasiz? Yeshu, nima deb ularni aldaysiz? Yomon kansiz, aqlingiz bor ekan, Yeshu. Ikkisining ko'mziga biras berg'indi ekan-ku. Ems pulni ko'mzakka sepib baqayli. Boshda Jasonnikiga solayli. Jason, men boya qasdan 1000 yamoq desam, siz berib 1000 yamoq to'shqidek ko'mzakni kapsiz. Bizni oldidingiz. Oldi debdi men emasmi? Shuni yo'yman, uni tutib bog'lang. Xo'p. Sanğın alileri.
Meni kechiringlar. Men xatolaşdım. Boshqalarning pulini aldab elivilish axloqsizlik bo'ladi. Buni bilamsan? Yisho obdan hal qildi. Rahmat sizga. Men Lyoju. Rahmat. Yardımınızga rahmat Yisho ustoz. Endi singlimni ko'gili bora oladigan bo'ldim. Singlingizning yeniga chapsam bering, chapsam bo'ling. Bo'ladi. Endi yeni yuttirib qo'ymang. Ma'qul, bo'ladi. Yeshe ustoz, pulning egisining Lyoju ishkalligiga ishonmagandim. O shundoq kambag'al, kiyimlari jo'l-jo'l tursa, endi tushundim. Ko'nilarning chiroyi qarab baho bermadigini rostkan. Chiroyi qarab baho bergili bo'lmaydi ekan. To'g'ri dedingiz. To'g'ri. Siz degandek men oldinib qolg'ili tashlab qaptiman. Bugun gul saylisimi qipdiq. Yishoning aql parastini ko'ribdiq. Bu bir tas fursatda. To'g'ri sanğun alilari. Bu jinoyatchimi bek yomon odamdek qilmaydi. Uningga kamchilik qilgan bo'lsangiz. Tushundim. Anladingmi ojisan? Seni oqsoqolga topshirdim. Bundan keyin xatoligingni to'nib, yaxshi odam bo'ljimi? Xo'p. Sanğun aliylari bundaq degandan keyin bo'pti. Seni qo'yib etay. Sizlarga ko'p rahmat. Gül saylisuga obdanken. Biroq bunchola narsani ko'tarmak bek taskan. Voy jon, bek ig'irkan, bek taskan. Yesho, sen ishni ko'tarmabsan-ku. Shundoq, ishnim ko'tarmabsan-ku, Yisho. Asli ko'taradigan narsam bor edi. Biroq hammasi sizlarning qo'sig'inglarga kirib ketdi. Aslida Yisho qaytib ketishda ozodi minish uchun berishda hammadan eg'irini tanlabdi ekanda. Siz oxirda qolgan narsa baxt ep keladi degan gapni anglamaganmi? Ajab ochig'im kelyapti. Yisho, bugun ajab xush bo'ldim. Keyin yana kelamdiq, ha? Yeni kelamdiq? Yisho aka? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様ためにその山で炭を焼いたり木を切って生活している人たちが困ってるんですってさすがの一休さんも簡単そこで村の人たちと一緒に山を返してください将軍様にお願い